Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shohvez kanali. Bugungi videomizda Telegram Premium emojilardan qanday foydalanishni to'liq tushuntirib o'taman. Emojilar bazasini qayerdan olamiz? Sizga yoqadigan Telegram Premium olganingizda sizga yoqadigan emojilarni qayerdan topishlarini ko'rsatib o'taman. Keyingi ikkinchi narsamiz Premium olganni qanday bildirmasligini ham birato'lasi o'rgatib o'tib ketaman. Uchinchisi esa profilingizni qanday qilib yaxshi dizayn qilish, orqasidagi naqshlar, ya'ni orqa fondagi naqshlarni qanday qilib yaxshi qilib hech kimda yo'qdan qilishni o'rgatib o'taman. Unda boshladik do'stlar. Birinchi bo'lib emojilar bazasini yaxshilab ko'rib chiqamiz. Telefonni ulab olaman bu chekkaga. Xo'p, videoni yoqamiz. Xo'p, sizlarga bunda kerak bo'ladigan narsa original Telegram. Iltimos, qanaqadir aka, Telegram, yana bir balolar har xil chiqib ketgan-ku, Instagram, o'shalardan foydalanmanglar. Oddiy original Telegram Premium uchun eng qulay o'sha. Hamma funksiyasi ishlaydi. Xo'p, Telegramga kirib olamiz. Profilim o'zi yaxshi bezatilgan edi, lekin men o'zim sizlar uchun oddiy 0 ga tushirdim. Ko'pchiligimiz birinchi o'rinda emojilarning bazasini ko'rsata qolay. Emojilar bazasi. Xo'p, mani kanalim bo'limiga o'tamiz. Bu yerda Telegram Premium emoji. Xo'p, bu bazani bugun ochdim. Ichida deyarli hozirgi trendda bo'lgan emojilarning hammasi bor. Galochka, palochka, mashina nomerlari, qizlar uchun buketli videolar hammasi bor. Ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu bazani qayerdan topamiz? Oddiy Telegramdan qidirasizlar. Telegramdan mana bu yerda ko'rsatib qo'yganman. Pro emojis. Pro chiziqcha emojis. Mana shuni qidirib topsanglar bo'ladi. Buni agar qidirib topa olmayotgan bo'lsanglar, Shohvez kanalimiz bor. Mana tagida ko'rsatib yozib qo'yaman. Shohvez Telegramdan qidirasizlar. Kommentariyaga ham qo'yib qo'yaman Shohvez deb. Shunda kirasizlar. Kanalimni o'ziga tashlab qo'yganman. Shohvez kanali odatda nima qiladi o'zi? Nima yo'nalish bo'yicha yuradi? Biz shunaqa Telegrammi yoki Instagrammi o'sha ijtimoiy tarmoqlarni tushunmagan joylarini sizlarga tushuntirib o'tamiz. Va yangi tizimda yangiliklarni va muammolarni hal qilib boramiz. O'shaning uchun Shohvezga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir ko'rayotgan kanalim, meni kanalim, men yurg'izaman. Bu yerda xizmatlari bor. Xizmatlarimiz Telegram Premium, emoji, logo, pogo, shu onlayn qilinadigan hamma ishni qilib beramiz. Agar o'zingizlarda shaxsiy qanaqadir ish bo'lsa, pul temami yoki biror narsa tema bo'lsa, agar qonunga muammo bo'lmaydigan bo'lsa, hech kimga zarar yetkazmaydigan bo'lsa, o'zimiz pulini gaplashib hal qilib bera olamiz. Libbo temani. Xo'p. Unda boshlashimizdan oldin like bilan podpiskani bosib qo'yasizlar, chunki keyingi muammolarni olib chiqayotganimizda sizlarga ko'rinib turish uchun. Shunchaki prosta like, prosta podpiska. Boshqa hech narsa ketmaydi sizlardan. Ko'rasizlarmi, ko'rmaysizlarmi? O'zingizlar muammolarni yechib o'tib ketasizlar. Xo'p, boshlaymiz bu yerda. Xo'p. Birinchi o'rinda sizlarga kanalni profilni qanday ko'rinmaslik rejimini ko'rib o'tamiz. Buning uchun bu yerga ochgan kanalimga kiramiz. Bu yerda sal teparoqqa chiqsanglar, o'zi pastga tushdim hozir. Teparoqqa chiqsanglar, mana shu yerda pustoy post qo'yganman mana. Shaffof oyna deb qo'yganman, mana ko'rgan bo'lsanglar bo'ladi. Shaffof oynani ustiga bosamiz. Ustiga bosganingizda men o'zimga qo'shib olganim uchun pastda emojini olib tashlash degan tugma bor. Bu xuddi o'sha emojini chiqarib tashlash bizga kerak emas, tashlab olish degan. O'shaning uchun chiqarib tashlayingizda boshqadan sizlarga o'rgatmasam tushunmay qolishingiz mumkin. Ustiga bosasizlar, yana emojini qo'shish degan tugma bo'ladi. Emojini qo'shishni bitta bosasizlar. Aytgancha, bu yerda xohlagan emojilarni shunday qilib qo'shib olsanglar bo'ladi. Shunchaki ustiga bosasizlar, qo'shish o'zingizlarga bosasizlar, bo'ldi, qo'shiladi. Boshqa muammo yo'q. O'zingizlarning turiga qarab, o'zingizlarga yoqqanini qo'yib olsanglar bo'ladi. Xo'p, chalg'iymiz, davom etamiz. Xo'p, bu yerga qo'shgan shaffof oynamiz o'sha bizning emoji bazamizga tushdi. Telefonning o'zining emoji bazasi bor. Bu yerda ko'rinadimi? Android ekan, bu mana emoji bazasi bor. Mana hozir qo'shganlarimiz turibdi. Shaffof oyna probel deb yozib qo'ygan ruschasiga. Probel ham turibdi. Sizlar bu yerdan hozir ko'rsanglar bo'ladi. Xohlasanglar mana shu yerdan bosib tursanglar, status sifatida belgilash tugmasi bor. Buni ikki xil tomonlama qilsangiz ham bo'ladi. Xohlasanglar bu yerga kommentariyani o'zida bosib turib ham o'zingizlar qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar mashitni o'zida ham qo'ysanglar bo'ladi. Shunday bosasizlar, emoji tanlandi. Va natijani ko'ramiz. Natija mana. Videoni o'zida ham ko'rayotgan bo'lsanglar bo'ladi. Telefonni ham ulab qo'yganman. Bu yerda yo'q
Chunki Telegramni premium borligini bildirib turadigan yagona narsa o'zi odatda faqat o'sha yonida qanaqadir emoji borligini bildirib turish. Agar orqasiga rang, pang bermasangiz, ular sizni Telegram premium olgan deb o'ylamaydi. Endi bu narsani yechib o'tdik. Keyingisi profilda qanaqa qilib yaxshi dizayn qilsak bo'ladi deganlar uchun xuddi boyagi sxemada boyagi kanal aytamiz. Boyagi joydan uzilib qoldi. Boyagi kanalga kirib o'tamiz. Boyagi kanalga kirdik. Mana hozir kirib betdan sizlarga eng kerakli bo'ladigan narsa ko'pchilik boshdagi yondagi galchkani tanlaydi, lekin bizga fon kerak. Birinchi fonni olish uchun bizga bunaqa shaffof emojilar kerak. Shaffof emojilarni Telegramni orqa tomoniga fon qilib qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni yurakcha yoki biror narsalarni fon qilib ko'paytirsanglar bo'ladi. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Sizlar faqat shaffof emojilarni qo'shib tursanglar bo'ladi. Oq-qora orqasi ko'rinadigan emojilar. Mana shunaqa emojilarni o'zingizlarga qo'shib chiqaverasizlar. Xo'p, bu yerda men o'zimga keraklarni qo'shganman. Mana oq-qoralar hammasi menda bor, qo'shilgan. O'zingizlarga qo'shib bosib, bemalol keyin sinab qo'ysanglar bo'ladi. Asosan oq fonlarni hammasi teparoqqa joylashtirganman, tepaga joylab chiqqanman. Hammasini qo'shib chiqqan ekanmiz. Bo'ldi, profilga o'tamiz. Profilga o'tib, birinchi o'chirda profilni o'zgartirishni bosamiz. Profilni o'zgartirishni bosganimizda orqa fon rangi mana shunday belgini qo'yamiz. Yo shunday bo'lsa bizga ko'k yarashadi, chunki o'zimiz profil logotipi ham ko'k. Belgini qo'shish, ya'ni bu yerda sizlar mana orqa fon boyaga qo'shib chiqqan oqlarimiz bu yerda mana shu yerda orqa fonga qo'shganimizdan keyin paydo bo'lib qoladi. Ya'ni men bularni hammasini o'zimga qo'shib chiqaman. Sizlar boyaga joydan hammasini o'zingizlarga qo'shib chiqasizlar. Xo'p, bu yerda o'zimizga kerakligini tanlab olamiz. Men shoshilib o'tirmayman. Masalan, prosta premiumni o'zini anusi bor ekan, logosi bor ekan. Mana premium logosini qo'ydim. Ko'rdingizmi, orqa fonga qo'yildi. Buni har xili bor do'stlar. O'zingizlarga yoqadiganini qo'yib olsanglar ham bo'ladi. Zamonaviy varianti, hayvoncha varianti, libboy bor. Kirib qo'ysanglar bo'ladi. Ochishga ko'p vaqt ketadi. Mana prosta mana tirnog'i ham bunisi bor ekan. Mana shuni qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p. Bu yerda yana keyingi bo'ladigan narsa orqa fon tanlandi, rang tanlandi. Endi kommentariyada yozishinglar. Ya'ni men bu yerda hali o'zgartirmagan, prosta mana tushuntirib o'taman. Ostiga qaytarishlar emas, prosta rang tanlaysizlar. Bu kommentariyada sizlar kimnidir atmetka qilib yozsanglar, o'shanda fon emojini logotipi bilan orqasidagi fon narsalari ko'rinadi. Bu yerda bu xolos ham bitta logotip qo'shsanglar bo'ladi, o'zingizlarga yoqqanini. Prosta tak masalan galchkani qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Mana orqa foni galchkaga o'zgardi. Yana bitta narsasi, bu yerda endi sizlarda NFT yo'q. NFT'lar bo'lsa qo'ysanglar bo'ladi. Bu joyga qaytamiz. Bizda ana bor. NFT'larimiz bor. Biz o'zimiz shaxsiy sotamiz. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, Shohvest kanalidan bemalol topsanglar bo'ladi bu NFT'larni. Tadbiq qilish, bu kolleksiyalarni keyin qo'yib o'tamiz. Bo'ldi, saqlashni boshlashimiz kerak. Bo'ldi, fonni qo'yamiz o'zinikini. Bo'ldi. Ustunni qo'llash. Bo'ldi, hozir o'sha fon tayyor bo'ldi. Orqa foniga chiroyli qo'yildi. Rang berildi. Yozishda endi chiroyli bo'lib yozadi. Endi bizda NFT bor. Endi sizlarda yo'q bilmadim. O'shani qo'yib chiqishim kerak. Endi hadiyalar bo'limiga o'tsanglar, kimdirda bo'lishi mumkin, uni 25 starga upg qiladi. Agar sizda bo'lsa, lekin ayiqcha 15 starli sovg'alarni olib kelmanglar. Kattaroq sovg'alar bo'lsa, mana 150, 200 starga olib qo'ygan sovg'alar bo'lsa, o'shani NFT ga aylantirsanglar bo'ladi. Uni ham kanalda bemalol o'tsanglar bo'ladi. O'zim profilimni tagiga qo'yib qo'yaman. O'shanga bemalol kirib Shohruh Ahi deb yozib qo'yganman. Ancha olmoqchiman. Shunday kirasizlar. Shunaqa menda NFT bor. Shuni o'zimiz qilishimiz kerak yoki NFT ga aylantirishimiz kerak desanglar, men sizlarga yo'l yo'riq berib o'raman. O'zingizlar bemalol kirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, buni taqmaymiz. Buni shunchaki ustiga bostirib qadash qo'yib qo'yamiz. Har bittasiga qadash bosib chiqamiz. Qadash. Sizlarda 6 ta bo'lsa, 3 tadan profillari chiroyli turadi. Bo'lsangiz qadash.
mana. Natijani ko'rdinglarmi? Natijani ko'rdinglar. Yaxshi chiqqan, dizayn qilindi, profil o'zini anusiga keldi. Sizlar ham shunaqa qilib o'zingizlarga to'g'rilab chiqsanglar bo'ladi. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga o'tinglar. Ko'proq yangi foydali ma'lumotlar, yangi narsalar chiqib boradi. Kanalni ham linkini, emojilar bazasini ham o'sha yerga tashlab qo'yaman. Biron bir xizmatingiz bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Hammasini hal qilamiz. Hammaga rahmat, ishinglarga omad, ishinglarga rivoj.